bo'ladida. Pul desa odamni kimga qimirlaydi? Hammaga pul kerak, to'g'rimi? O'shaning uchun yo men demoqchi bo'lganim, hozir hamma o'zini o'qqa, cho'qqa hamma yoqqa uradi. Endi harakat qilishga yashash uchun hamma harakat qilarimizga plus kunjara qo'shganimizda molni boqishni boshlaganmiz. Bu u yoqda yemagan. Yelmagan. Chunki tulamasdan qolib ketadi bu. Tulagan ham yo'q edi. Juni bilan qunishib yurardi. Men o'zimiz ham kimlardan so'rab qilganmizda. O'zim ham juda ko'p joyga borganman, nima qilgansiz, u bu o'zimiz ham borganmiz, odamlar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz O'zbekiston tumani Xudoyorxon qishlog'ida Shuhratjon akamizni fermasiga tashrif buyurganmiz. Xudo xolasa xalq uchun manfaatli, jaydari tilda chorva boqish bo'yicha qanaqa foydalari haqida video rolik qilganmiz. Xudo xolasa bizni kuzatishda davom eting. Siz uchun manfaatli videolar bizni kanalimizda bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelinglar. Kelinglar. Yaxshimi aka? Rahmat, yaxshimisizlar? Xudo xolasa bugun siz bilan reja qilganmiz shu oddiy xalqimizga, mana uyda 2 ta 3 ta mol boqaman deganlarga, yo mol boqayotganlarga bu chorvani qanaqadir sir sinoati, endi sir sinoat emas, qanaqadir to'g'ri yo'nalishi bo'lsa, sizdan bir maslahat olib, mana hozir chiroyli mol qilib qo'ygan, chiroyli ferma qilib qo'ygansiz. Shular haqida bir video rolik qilamiz. Agar Xudo xolasa qarshi bo'lmasangiz, Shuhratjon aka, bo'ldi, albatta qilamiz. Aka, birinchi nimamiz, savolimiz, aka necha yil bo'ldi chorvachiga sohasiga kirib kelganingizga? Xo'sh, biz bu yil 5 yildan beri mol boqyapmiz. Shu fermer xo'jaligini tashkil qilganmiz. Bu yil 6-yilga o'tamiz, Xudo xolasa. Xo'sh. Qarang, chorva fermer shu chorva sohasiga kirib kelgandan buyon novvos boqasizmi, sigir boqasizmi? Yo'q, biz o'rtada 3 yil sigir boqdik. Sigir boqdik, sut, buzovdan foyda qilamiz deb harakat qildik. Endi Xudoga shukr, unda ham foyda qildik-ku. Endi biz o'zimiz juda anaqa, biz o'ylaganchalik bo'lmadi. Yo biz eplanmadikmi uni joyiga qo'yibda. Keyin shu bitta ikkita yaqin obunalarimizni nimasi bilan, maslahati bilan boqa boqishga o'tdik. Ha, Novosga o'tdik. Qarang, Novoslarda aka chiroyli o'zgaribdi. Mana hozir Xudo xolasa yoritib ketamiz. Qanaqa yem berayotganingiz, boshqa. Aka, qachon olib keldingiz bularni? Qayerdan olib keldingiz keyin? Bularni biz Namangandan olib kelganmiz, lekin Namangandan bizga o'sha yerda biz o'zimiz kutib turdik. Altaydan olib kelib berishdi, Rossiya shahrida, Rossiyadan-da Altaydan o'tkazib, o'sha tamojidan o'tkazishini kutib turdik, o'tkazib, bizga mana shu yergacha yetkazib berdi. Namanganlik akalarimiz Rossiyadan sizga olib kelib berishdi. Albatta, xuddi shunaqa bo'ldi. Qarang, Altay bu zagon aka shoxli ekan. Aha. Hozir narigi zagonni ham ko'rsatamiz. U yog'i shoxsiz ekan. Shoxsiz, aha. Qarang, ikkalasini nimaga ajratib qo'ygansiz aka? Xo'sh, ajratib qo'yishimiz sababi kelganda bular yuvosh edi. Endi bu mol ekanda, mol shunday narsa ekanki, yem yegandan keyin o'sha yem yeganini ko'rsatish uchun bir-biriga sekin zo'rlik qilib suzishni boshlaydi ekan. Qoni to'ysa, xullas tepadi. Shuning uchun biz o'zimizni hisobimizni qilib, bir-birini mayib qilib qo'ymasin deb shoxlilarni отдельно qildik, shoxsizlarni отдельно qilib qo'yganmiz. Xo'sh, keyin alohida ajratgandan keyin nima qanday bo'ldi aka? Yo'q, yaxshi bo'ldi. Sababi shoxli moldan o'zini himoya qilishi ham yaxshi ekanda. Shoxsiz bo'lsa, himoyasi pastroq bo'lib, shoxli mol sal endi haligi qishloq tilida aytganda mayib qilib qo'yishga moyillik ko'proq bo'lar ekanda. Shuning uchun ajratganimizdan keyin mana shu yerda qo'rqog'i ham baribir shoxi bor, o'zini sal himoya qilib oladi-da. Shoxsizga qaraganda kuchliroq himoya qilar ekan. Ikkalasi bir xil vaqtda kelgan. Aha. Hozirgi kunda bir xil ozuqa yeydi, primer. Bir xil ozuqa yeydi aka. Keyin o'zgarish qanday? Xo'sh, bu meni xayolim, menga shunaqa tuyulyapti. Menimcha shoxi yo'qlar bulardan ko'ra yaxshiroq o'zgardi. Bir xil yeydi. Yem bir xil, ratsion bir xil, hech nima ajratilmaydi. Kilo hamma yo'q, bitta tayyorlanib, meshalkamiz bor. Meshalkaga tashlab bitta tayyorlanib, o'shani bir xil solinadi, bir xil kiloda yeydi. Lekin menga shunday tuyulyapti, shoxsizlar bulardan ko'ra yaxshi o'zgaryapti. Aka, meshalkangizni qarshi bo'lmasangiz, obunachilar uchun bitta ko'rsatdik. Mayli. Yemlaringizni ham shu yerda bitta aytib o'tasiz. Bo'ldi, yemni ham aytamiz. Как раз ratsion qilib yozib ham qo'yganmiz, uni bemalol olisham mumkin. Aka, mana
shu nimangizga gapingizga hozir nima deydi? Besh ketyapman. Obunachilarimizdan ham so'rab qolamiz, like bosib ketishsin. Nima deydi? Hozir qaysidir xo'jalikka kirasiz, ratsionni sir tutadi. Sir tutadi? Ha, sir tutadi. Nimagaki? Endi nima deydi u? Balkim kimdir qaysidir zootexnika pul berib qildirgandir, boshqa bo'lgandir. Yoki boshqalar bilan o'zgarishni istamasdir. Endi u ham ko'pchilik emas, ayrimlari shunaqa. Fermerlarning ayrimlari shunaqa. Endi baribir pul berib qildirgan bo'lsa ham bu boshqalarga bermasin degani bas. Buni albatta berish kerak. Hamma ko'rish kerak buni. Shunday ko'rsatavering bemalol. Qarang, akamizni ratsion yaqinroq ko'rsating, Ibrohimjon. 30 bosh buqaga bir mahallik retsept. Tazi bu 60 taga, 30 taga mana shu. Biz 60 taga tayyorlaymiz, mana buni tayyorlaymiz. Tagidagini. 60 tanikini tayyorlaysiz. 60 boshga bir mahallik retsept. Silos 400 kilo berar ekan. Bug'doy un 20 kilo, arpa un 20 kilo, makka un 40 kilo, raps kunjarasi yoki shirot bu. 30 kilo, semichka shiroti 16 kilo, somon 6 ta press, tuz 600 gram, vitamin 2 kilo, soda 1 kilo 200 ekan. Obunachilar bunaqa ma'lumotlar endi akamizni shunaqa ko'rsatib, nima qilib, nima deydi, boshqalar ham rivojlansin degan niyatda ko'rsatayotgan nimalarni qadrlab ketamiz. Bu mikserda quruq yem, bu silos bilan yemlaringizda nima qiladi? Albatta, biz silos bilan somonni yamada aralashtirib olib kelamiz. Skuterda keladi mana shu yerga. Xo'sh, shu bilan silosni solamizda, silosni ustiga, silos solgandan keyin birinchi mana sho'lxamizni ozroq sho'lxa tashlaymiz. Orqasidan o'sha bug'doyni unidan tashlaymiz. Bug'doy yormasi. Yorma tashlaymiz, orqasidan arpa yorma tashlaymiz mana. Orqasidan endi biz arzon yem deymiz, guruchni anaqasi bor-ku, guruch kepagi. arzon tashlaymiz. Hozir bitta ratsiondan tashqari bo'lib qolyapti bular, Yo'q, ratsiondagilar hammasi. Arpa un, bug'doy un, silos, somon. Bitta, bitta nimangiz yozilmagan ekan bu yerga. Boyagi guruch kepagi. Tuz, soda, tuz mana sodamiz. Mana tuz bor. Mana shu vitamindan, lekin shu vitamin ham zo'r ekan, obunachilarga shuni ham aytib qo'yinglar. Mana shu narsada molimiz nihoyatda boshqacha o'zgardi. Aka, maqsad bo'ldi, buni ham aytib ketamiz. Albatta buni ko'rish kerak. Biz o'zimizga nima qilganmiz, shu loji bor, nimadir reklama qilmaymiz, sabab nima bo'ladi? Boyagi kommentda bular reklama qilyapti deb o'ylab qolishadi-da. Noto'g'ri qilishmaydi. Endi haligi olmoqchi bo'lgan odam ko'rsin deb ko'rsatyapman-da buni. Villa postni o'zi bilgan biladi. Bilgan biladi. Aka, keyin bularga necha 2 mahal tarqatasiz? 2 mahal beramiz. Hozir oxirlar bo'sh ekan. Lekin molni qorni to'q. Suv faqat suv turibdi ekan. Chunki biz salqinda havo juda isib ketyapti. Hozir yoz. Yozda uncha-muncha odam mol boqolmaydi. Sababi odamlarning miyasida bitta narsa bor, yozda molmish semirmashimish. Hech ham unaqa emas, juda ham semiradi. Faqat yedirish kerak uni. Parvarish kerak. Vaqtida yedirish kerak. Salqinda hozir mana soat 1da yemdi, so'ng yemaydi bu mollar, salqin kerak bularga. Shuning uchun ertalab biz hozir 6 gacha yedirib, oxiri toza bo'ladi. Biz 4da ish boshlaymiz. Aka, qarang, yana bitta narsa. Hozir kunjara ko'rmayapman-da bu yerda. Yo'q, biz kunjara umuman bermaymiz. Kunjaradan chiqib ketganimizga bu menimcha 3-chi yo 4-chi partiyamizni kunjarasiz boqyapmiz. Ungacha biz kunjara bilan ham boqqanmiz. Faqat endi kunjara sotuvchilar mendan xafa bo'lib qolmash kerak. Aka, bemalol ayting. Biz o'shanda oxirgi endi baribir oxirida hamma narsani tarozi hal qiladi. Biz ming maqtanib osmonga chiqsak ham oxirida tarozi hal qiladi. Xo'sh, o'sha taroziga borgan paytda bizni ko'p pulimiz kunjaraga ketib qoldi. Qandaydir endi summasi qimmatli qildi, bizga effektimiz ham juda biz o'ylagancha emasda xullas. Yo'q, ko'pchilik aka rapsni bilmaydi-da. Rapsni bilsa ham bu voha taraflarda yoki ko'p joylarda raps shiroti kunjarasi yo'q, tanqis. Endi men ularga ham ko'pchilikka aytyapman, shu paytgacha aytib kelganman. Meni aytishdi, shu rapsni reklama qilyapti boshqa. Biz reklama qilmaymiz. Biz faqat yaxshi narsani tavsiya qilamiz. Raps kunjarasi, semichka kunjarasiga o'tgandan keyin molning ishtahasi qanday ochildi aka? Zo'r. Kunjaraga qaragan. Zo'r ochildi. Bu rapsda, semichkada bor-ku, mol qaytmas ekan.
kunjara bilan boqsangiz mol har xilda to'yib qaytib qoladi. Ha. U mol bir kun 2 kun to'xtaydi, suv ichib, bu o'ziga kiygizib olguncha vaqt ketadi-da. Bu nimada raps bilan semichkani mana ularni aralashtirib berganimizda molni qaytganini men sezganim yo'q. Mol umuman qaytmay polni yeydiganda, yaxshi yeydi ekan. Qaranglar, azizlar, raps kunjarasi, semichka kunjarasi har bir yem haqida xudo xolasa video qilamiz. Hozir kuzatyapsak, analitikani 90% odam bizni obuna bo'lmasdan ko'rayotgan ekan. Obuna bo'lib tursangizlar, xudo xolasa uni serial qilib chiqaramiz, azizlar. Akamiz bilan hozir silos berasiz, silosingizni bitta ko'rsatsangiz, albatta beramiz. beramiz. Makka ikki qo'ygan ekansiz, haqda Bo'ldi, Makkamizni ham ko'ramiz. Mana shu yerda agar odamlarga foydali bo'ladigan bo'lsa, hamma narsani ko'rsatamiz. aka, bu ko'pchilikka qiziq. Bu ko'pchilikka qiziq. Misoli, boyagidek qaysidir fermaga borsangiz, endi bizga-yu nima qilmagan, boshqalar borsa kirmaysan, boshqa. Aka, biz kirsak, misoli nima deydi? So'rab boshqa kiramiz-ku, xuddi sizdan so'ragandek. Keyin maqsadimiz faqat shu chorva yo'nalishida insonlarni bilimini oshirish. Bilimi borlarga ham misoli ular ham nimadir ko'rsin, analiz qilsin, tekshirsin. Hozir xalqqa borsangiz, aka, atala qozonni qo'yib, qo'shnisini halovatini buzib, tasitib, o'tini yoqib, misol qishki kunida o'tinni uyda isitishga topa olmaydigan odamlar shunaqa boqyapti-da. Novvoslar ko'rsatib keting, Ibrohimjon. Mana. Bu yog'ini ham ko'rsating. Zo'r o'zgardi. Lekin biznikilar bor-ku, umuman unaqa pishirish, o'tin, unaqa narsaga sharoitimiz ham yo'q. Unda mablag'imiz ham ko'payib ketadi, rasxodimiz ham ko'payib ketadi. Biz faqat quruq beramiz. Ha, qarang, aka, olib kelganingizga 2 oy bo'ldimi buni? Ha, 2 oydan o'tdi ozgina. Endi yolg'on bo'lmasligi uchun 2 oydan ozgina o'tdi bular. Joyvesi qanchadan kelgan bular? Primer. Bular shu 300 kilodan balandroq bo'lgan. 300 kilodan baland bo'lgan. Ha. Necha puldan kelgan bular aka? Bular 26 milliondan balandroq, 27 milliondan sal pastroq bo'lgan. Ha, 26 milliondan balandroq kelgan. Ha, balandroq kelgan, ha. Qarang, aka, Novvos mana shu hozir sizni stilingizda boqishingizda oyiga qancha foyda tashiydi? Lekin 1 milliondan kam emas-da. 1 milliondan kam emas. Ha. Hozir shu yerda nechta Novvos bor aka? 60 ta bor. 60 ta Novvos. Nechta ishchingiz bor? Ishchimiz 3 ta ishchimiz bor. 3 ta ishchi. Kuni 2 mahal qaraydi, yemi, suvi, sigirlarga ham qaraydi yana. Ha, yo'q, mol boqarimiz bitta mana endi biz suvchini, texnikalarni ham aytyapman-da. Atak molga bir kishi qaraydi. O'zim, akamiz, mana Baxtiyorjon mana shu yigit, o'zim, endi o'g'illarim yordam qilib turadi. Qarang aka, har kuni fermaga bitta kelasizmi? Albatta kerak. Fermaga kelmasangiz endi mol o'zgarmaydi-ku. Ha, o'zgarmaydi. Ha, u mol qarab turish kerak. Albatta kelish kerak fermaga. Akamizni hozir silosini bitta ko'rsatamiz. Akamiz silos tomon nimada, quruq yemda boqishadi. Bizni baxtimizga Makka ko'rinyapti-da, qarang. Makka bu ham ezilgani chiqdi mana. Bunday. O'sha yaguarda o'ldiramiz buni. Yaguarda shovvasida tegirmon bo'lar ekan. Uni ham o'sha yaguarchilar aytdi bizga. Faqat 10 gektar yerimizga bizga 20 litr ortiqcha salarga ketar ekan. Shuni rasxodni ko'tarish kerak ekan. O'sha tayyor bo'lgan o'sha zo'r dumbulingizni tegirmonda juda ham maydalab berar ekan. Zo'r ekan mana shu. Maydalab berib degana shuni. Yem sifatida bosilar ekanda. Ana shu sigirlarimizni ham hozir ko'rasiz, sigirlarimiz yem yemaydi deyarli. Sulyos o'shani hisobiga yem hisob anaqa chiroyli ushab turibdi. Suti ham hamma yo'q ham joyda turibdi. Keyin aka, axlatdan chiqib ketish qanday? Yo'q, mana shu tegirmondan bo'lganda, tegirmonsiz o'rilgan. Tegirmonsizda axlatdan chiqadi. Hozir mana go'ngacha titib ko'rib, bu faqat shu uyda boshqa narsamiz yo'q bizni beradigan. Unaqa narsa yo'q. Tegirmondan chiqarish zo'r ekan. Kim mol boqsa buni albatta yetkazish kerak. Ular ham bilish kerak-da, yaxshi narsani aytish kerak-da. Shunaqa. Uni agar o'sha 20 litr salarkadan qochilsa borku, butun qilib kalbasaga o'xshab 40 qilib og'darib beradi bu yerga. Sigirlarga, novvoslarda ham o'sha ichidan to'g'ri o'tib ketib qoladi-da. Yana deng aka, 1 gektardan olinadigan misoli kamida 3 tonna makka go'nga ketdi. Shunaqa bo'lib qoladi. 3 tonna makka hozirgi kunda 4,5 ming so'm 1 kilosi. Oling 3 minglik vaqtida bo'lsin.
9 million 10 million pul Babi ziyonda, buni chiqib aka ketishi babi ziyon. Makkani qanaqasini ekasiz? Makkani mana bu ekkanimiz mana shu. Hali o'zimizni eski hali Xrushchev urug' vaqtli ekkanimiz uchun bahorda. Yozda shamol bo'lmaydi deb, shamolda bu narsani ekishga qo'rqishimizdan sababi sotani tepadan oladi bu. Tepadan. Keyin bo'yi juda ham o'sib ketadi. 3 metr, 3,5 metrgacha bo'lib ketadi-da buni bo'yi. Keyin yiqilishga moyilligi ko'proq. Xrushchev degan makkani. Xrushchev. Biz bahorda ekkanimiz uchun yozda shamol bo'lmaydi, yaxshi havoda urib olamiz deb Xrushchev ekdik. Ikkinchi bundan keyingi ekishimizga o'sha yiqilmaydigan importdan ekamiz. Ular belidan olar ekan sotasini, shamol bo'lsa ham yiqilmas ekan, kuzakda shamollar ko'p bo'ladi-yu. Shunaqa, lekin mana bu Xrushchev hozir ekadiganimiz. Aka, bular nimasi massani qancha beradi 1 gektarda? Xrushchev. Pritsepda tortmaymiz, lekin bu yerga zillar, pritseplar keladi, toshigani keladi-da. Endi yaxshi olsak 12 pritsep olamiz gektaridan. Gektaridan. Ha. Endi buni hammasi yozib, lekin chizib turamiz, kim nechta olib kelyapti, necha pritsep bosyapmiz-da. Endi yaxshi bo'lmadi desak 9-10 pritsep olamiz. 10 pritsep, 9 pritsep olmaganmiz, 10 pritsep. Hozir aka sigir deyapsiz. Sigirlaringizdan sog'iladi-a bular? Sog'iladi. Beradigan sigirlar. Sut beradigan sigirlar. Lekin yemsiz mana shu holatda, mana shu silosimiz bilan. Yemsiz. Biz ularga yem bermaymiz. Chunki biz olgan yemlar hammasi mana shu yigitchalarning yemi. Biz ulardan yem olmaysiz, sut olamiz, silos sut beramiz deydi. Qancha beradi sut aka? O'rtacha. Endi juda maqtanadigan ham emas, lekin yomon ham emas-da. Yem bermaganingiz hisobiga baribir ham o'zi to'q. O'zi to'q, yaxshi. Lekin aka silos bilan boqishga o'tganingizga qancha vaqt bo'lgan? Shuni ham bitta so'rab ketik. Ko'pchilik uchun qiziqda bu. Biz o'zi fermer bo'lib-ku silos bilan boqamiz. Silos mana somonni maydalaymiz buni dravlikada. Somon ikkovini aralashtirib beramiz. Shu aralashmani sigirlar o'zini yeydi. Novoslarga xuddi shu aralashmani skuterda olib borib, meshalkada yemini qo'shib, hammasini bitta aralashtirib, yemini qo'shib, keyin tashlaymiz. Imkoniyat bo'lsa, silos bilan boqsin. Albatta silos bilan boqish kerak. Imkoniyat bo'lsa. Imkoniyat bo'lsa albatta. Endi ko'pchilikda aka, hozir ko'p joylarda, misol siz aytayotgan Jaguar kamban yo'qligi, yerda tanqisligi, yer bo'lsa suvda tanqisligi, shunaqa bo'lyapti-da. Endi odam lekin oldin shu vodiyda ham bo'lmaganda silos kam bo'lgan. Men aytmoqchimanki, lekin vodiyda ham shunga harakat qilingan. Kimdir Jaguar olib kelgan, kimdir Makro olib kelgan, kimdir silos boshida o'rgatgan. To'ppa-to'g'ri. Men aytmoqchimanki, nolish bilan o'tib ketsak, nolib o'tib ketamiz-da. Harakat qilinsa, vodiyda bo'lib turgan narsa u yoqlarda balkim misoli chorva uchun ajratilgan yerlarga silos makka ekilib, kimdir kambayon olib, misoli shu biznesni ham yo'lga qo'ysa bo'ladi-da, voha taraflarda ham, deyman. Misol Makka ko'p vohada. Misol Jizzaxda, Yozyonda ko'p misoli. Bu imkoniyat bo'lsa, albatta buni ekish kerak, silos qilish kerak. Buqani ko'rib ko'zingiz quvnaydi-da, ko'z tegmasin. Barakasini bersin. Aka, yana qancha vaqt boqasiz bularni? Bular endi agar juda cho'zib yuborsak, 1,5 oyga borsa kerak yana. 1,5 oy. Bo'lmasam unga ham bormaydi. Chunki maqsad tezroq yetiltirib xalqqa berishda. Endi juvayversa 650-700 kiloga borganda yo'qotasiz. Albatta yo'qotamiz. Bu yog'iga endi yo'qotishga almashtiramizda. Almashtirasiz. Endi go'shtga topshirasiz. Go'shtga topshiramiz. Shunaqa. Aziz obunachilar, Shuhratjon akamizga misoli chorvasiga baraka bersin. Misoli hammani xo'jaligida, niyat qilganlar xo'jaligida shuna fermer mollar, shuna fermer xo'jaliklar bo'lsin. Nima deydi? Yaxshi niyat qilganlar, xullas mol boqaman deganlar, misoli maslahatni olib, boshqani qilib, shunaqa darajaga yetkazsin demoqchimizki. Shuhratjon akamizga rahmat deymiz. Biz uchun ajratilgan vaqtga, obunachilarga ham rahmat deymiz. Shu joygacha kuzatganlariga. Bo'ldi. Shuhratjon aka, xush kelibsizlar. Qachon vaqtlaring bo'lsa kelib, nima bizda qo'ldan keladigan narsa bo'lsa so'ylar albatta aytamiz. Rahmat aka. Samimiy inson ekansiz, shuning uchun ham rahmat aka. Bo'ldi, xo'p, xush kelibsizlar. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Bu u yoqda yemagan. Yelmagan. Chunki tulamasdan qilib ketadi bu.
to'lagan ham yo'q edi. Juni bilan ana qunishib yurar edi. Men ham hayron bo'ldim, shuncha shoxsiz ichida bitta shoxli. Qo'rqoqligi uchun, hashak yenmaganligi uchun olib keldik. Mana shu yerda endi buni hammasi yana hal yegan. Mana kun issiq paytida ilojini boricha molni salqinda to'ydirish kerak-da. Endi jindak uyqudan qolish kerak. Salqinda bular to'ydi, quyosh chiqqaniga yotadi o'zlari naqibchi. Lekin 8-9 da qaragan odam to'ydirguncha moli tellab qoladi, ishtahasi qochadi. Yaxshi bo'lmaydi-da, xullas, vaqti bo'lsa yaxshi. Bizni baxtimizga Makka ko'rinyapti-da, qarang. Makka bu ham ezilgani chiqdi mana. Bunday. O'sha yaguarda o'ldiramiz buni. Yaguarda shovvasida tegirmon bo'lar ekan. Uni ham o'sha yaguarchilar aytdi bizga. Faqat 10 gektar yerimizga bizga 20 litr ortiqcha salarga ketar ekan. Shuni rasxodni ko'tarish kerak ekan. O'sha tayyor bo'lgan o'sha zo'r dumbulingizni tegirmonda juda ham maydalab berar ekan. Zo'r ekan mana shu. Maydalab berib degan shuni. Yem sifatida bosilar ekanda. Ana shu sigirlarimizni ham hozir ko'rasiz, sigirlarimiz yem yemaydi deyarli. Sulyos o'shani hisobiga yem hisob anaqa chiroyli ushab turibdi. Suti ham hamma yo'q ham joyda turibdi. Keyin aka axlatdan chiqib ketish qanday? Yo'q, mana shu tegirmondan bo'lganda, tegirmonsiz o'rilgan. Tegirmonsizda axlatdan chiqadi. Hozir mana go'ngacha titib ko'rib, faqat shu uyda boshqa narsamiz yo'q bizni beradigan. Unaqa narsa yo'q. Tegirmondan chiqarish zo'r ekan. Kim mol boqsa buni albatta yetkazish kerak. Ular ham bilish kerak edi, yaxshi narsani aytish kerak edi. Shunaqa. Uni agar o'sha 20 litr salarkadan qochilsa borku, butun qilib kalbasaga o'xshab qirqib og'darib beradi bu yerga. Sigirlarga, novoslarda ham o'sha ichidan to'g'ri o'tib ketib qoladi-da. Yana deng aka, 1 gektardan olinadigan misoli kamida 3 tonna makka go'nga ketdi. Shunaqa bo'lib qoladi. 3 tonna makka hozirgi kunda 4,5 ming so'm 1 kilosi. Oling 3 minglik vaqtida bo'lsin. 9 million 10 million pul. Babi ziyonda, buni chiqib ketishi babi ziyon. Makkani qanaqasini ekasiz? Makkani mana bu ekkanimiz mana shu. Hali o'zimizni eski hali Xrushchev urug' vaqtli ekkanimiz uchun bahorda. Yozda shamol bo'lmaydi deb, shamolda bu narsani ekishga qo'rqishimizdan sababi sotani tepadan oladi bu. Tepadan. Keyin bo'yi juda ham o'sib ketadi. 3 metr, 3,5 metrgacha bo'lib ketadi-da buni bo'yi. Keyin yiqilishga moyilligi ko'proq. Xrushchev degan makkani. Xrushchev. Biz bahorda ekkanimiz uchun yozda shamol bo'lmaydi, yaxshi havoda urib olamiz deb Xrushchev ekdik. Ikkinchi bundan keyingi ekishimizga o'sha yiqilmaydigan importdan ekamiz. Ular belidan olar ekan, sotasini, shamol bo'lsa ham yiqilmas ekan, kuzakda shamollar ko'p bo'ladi-yu. Shunaqa, lekin mana bu Xrushchev hozir ekadiganimiz. Aka, bular nimasi massani qancha beradi 1 gektarda? Xrushchev. Pritsepda tortmaymiz, lekin bu yerga zillar, pritseplar keladi, toshigani keladi-da. Endi yaxshi olsak 12 pritsep olamiz. Gektaridan. Ha. Endi buni hammasi yozib, lekin chizib turamiz, kim nechta olib kelyapti, necha pritsep bosyapmiz-da. Endi yaxshi bo'lmadi desak 9-10 pritsep olamiz. 10 pritsep, 9 pritsep olmaganmiz, 10 pritsep. Hozir aka sigir deyapsiz. Sigirlaringizdan sog'iladi bular. Sog'iladi. Sut beradigan sigirlar. Sut beradigan sigirlar. Lekin yemsiz mana shu holatda, mana shu sulosimiz bilan. Yemsiz. Biz ularga yem bermaymiz. Chunki biz olgan yemlar hammasi mana shu yigitchalarning yemi. Biz ulardan yem olmaysiz, sut olamiz, sulos sut beramiz deydi. Qancha beradi sut aka? O'rtacha. Endi juda maqtanadigan ham emas, lekin yomon ham emas-da. Yem bermaganingiz hisobiga baribir ham o'zi to'q. O'zi to'q, yaxshi. Lekin aka silos bilan boqishga o'tganingizga qancha vaqt bo'lgan? Shuni ham bitta so'rab ketik. Ko'pchilik uchun qiziqda bu. Biz o'zi fermer bo'lib-ku silos bilan boqamiz. Silos mana somonni maydalaymiz buni dravlikada. Somon ikkovini aralashtirib beramiz. Shu aralashmani sigirlar o'zini yeydi. Novoslarga xuddi shu aralashmani skuterda olib borib, meshalkada yemini qo'shib, hammasini bitta aralashtirib, yemini qo'shib, keyin tashlaymiz. Imkoniyat bo'lsa, silos bilan boqsin. Albatta silos bilan boqish kerak. Imkoniyat bo'lsa. Imkoniyat bo'lsa albatta. Endi ko'pchilikda aka, hozir ko'p joylarda, misol siz aytayotgan yaguar kamban yo'qligi, yerda tanqisligi, yer bo'lsa suvda tanqisligi, shunaqa bo'lyapti-da. Endi odam lekin oldin shu vodiyda ham bo'lmaganda silos kam bo'lgan. Men aytmoqchimanki, lekin vodiyda ham shunga harakat qilingan. Kimdir yaguar olib kelgan, kimdir makka olib kelgan, kimdir silos boshida o'rgatgan. To'ppa to'g'ri. Men
aytmoqchimanki, nolish bilan o'tib ketsak, nolib o'tib ketamizda. Harakat qilinsa, vodiyda bo'lib turgan narsa u yoqlarda balkim misoli chorva uchun ajratilgan yerlarga silos makka ekilib, kimdir kombayn olib, misoli shu biznesni ham yo'lga qo'ysa bo'ladi-da, voha taraflarda ham, deyman. Misol Makka ko'p vohada. Misol Jizzaxda nima Yozyonda ko'p misoli. Bu imkoniyat bo'lsa, albatta buni ekish kerak. Sulush qilish kerak. Buqani ko'rib ko'zingiz quvnaydi-da, ko'z tegmasin. Barakasini bersin. Aka, yana qancha vaqt boqasiz bularni? Bular endi agar juda cho'zib yuborsak, 1,5 oyga borsa kerak yana. 1,5 oy. Bo'lmasam unga ham bormaydi, chunki maqsad tezroq yetiltirib xalqqa berishda. Endi juvoy esa 650-700 kiloga borganda yo'qotasiz. Albatta yo'qotamiz. Bu yog'iga endi yo'qotishga almashtiramiz-da. Almashtirasiz. Endi go'shtga topshirasiz. Go'shtga topshiramiz. Shunaqa. Aziz obunachilar, Shuhratjon akamizga misoli chorvasiga baraka bersin. Misoli hammani xo'jaligida, niyat qilganlar xo'jaligida shuna fermer mollar, shuna fermer xo'jaliklar bo'lsin. Nima deydi? Yaxshi niyat qilganlar, xullas mol boqaman deganlar, misoli maslahatni olib, boshqani qilib, shunaqa darajaga yetkazsin demoqchimizki. Shuhratjon akamizga rahmat deymiz. Biz uchun ajratilgan vaqtga obunachilarga ham rahmat deymiz. Shu joygacha kuzatganlariga. Bo'ldi. Shuhratjon aka, xush kelibsizlar. Sog'. Qachon vaqtlaring bo'lsa kelib, nima bizda qo'ldan keladigan narsa bo'lsa so'yla albatta aytamiz. Rahmat aka. Samimiy inson ekansiz, shuning uchun ham rahmat aka. Bo'ldi. Xo'p, xush kelibsizlar. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar, charchamanglar.